ko'cha haydaydi. Mana bu tomon hammasi noqonuniy qurilishlar, obyektlar. Murojaat qiluvchilar davlatning yerini egallab oldi. Murojaat qilganlar tomonidan egallangan joylar, mana murojaat qiluvchilar ko'chani o'zida bino qurib egallashgan. So'ralayotgan ko'cha, mana bu joy ham egallangan. Mana bu joy ham yopilgan. Mana shu ko'chani ustida turibdi. Ochib bering deb murojaat qilgan odamlarni joyda bitta xonadon, ikkinchi xonadon, uchinchi xonadon. Mana bu joyda umuman yo'l yo'q. Mana aholi ochib bering deb so'ralayotgan yo'l mana shu yo'l. Bu yo'lda bu yoqda oxiri yo'q. Mana bu joy ham o'zboshimchalik bilan egallangan joy. Bu yerlar mana shu Bachniy hududiga tegishli maydon bo'lgan, lekin bitta fuqaro tomonidan faqat mana bu joylar ham sotilgan. Ular hujjatini ko'tarsa, asl hujjatlar Bachniyga tegishli maydon ekanligini ko'rsatib beradi. Lekin mana bu joyda ham o'zboshimchalik qurilishlar bor, lekin bular bilan hech kim shug'ullanmaydi. Faqat shu millatning bolasini yetishtirgan Shaymardanov Ashuraliga bosimlar, faqat u insonni yopiq turgan devorlari ochilishi, yo'l berilishi so'raladi. Lekin bularning hammasini o'zi yo'lda ustida turibdi. Bular buzilmagan. Mana bu joy ham o'zboshimchalik bilan yopib egallab olingan. Bu joy o'zboshimcha yopib olingan joy. Mana bu 90-yillardan buyon qilingan devor. 90-yillardan buyon qilingan devor. 90-yillardan buyon qurilgan binolar. Mana shu devorni buzib yo'l ochib berishlarini so'rayapti. 90-yildan buyon qurilgan devorlar, mulklar.
ochishga tayyorlangan yo'l uchun joy berishga. Bu yo'l uchun joy tayyorlandi ochishga, faqat u joyda turgan noqonuniy joylar buzilishi kerak. 90-yildan buyon qurilgan narsalar, ekilgan daraxtlar.